Endi o'sha mashhur modulli tenglamalardagi mashhur misollardan, ya'ni darajasi yuqori bo'lgan modullar ko'proq qatnashgan misollardan biri shu misollar. Ya'ni ikkita modul kelyapti, 3 ta modul kelishi mumkin, 4 ta modul kelishi mumkin, lekin agar shu ikkita modulning yo'lini o'rganib olsangiz, qolgan 3 talik kelsa ham, 4 talik kelsa ham bemalol yecha olasiz. Diqqat bilan e'tibor qilib ko'rib tursangiz, o'rganib olsangiz, qolgan u yog'i katta modulli, ya'ni boshqa modul, ya'ni 3 ta, 4 ta, 5 ta va hokazolik modullar kelsa, xuddi shu yo'ldan yechib foydalanasiz. Ya'ni bizda bu ikkitalik modulda qaysi ishdan foydalanamiz? Oraliq, ya'ni interval yo'li. Interval. Interval. Bunda birinchi modulimizni 0 ga tenglaymiz. X minus 2 teng 0 bo'ladi. X teng 2 ga. X minus 5imizni ham 0 ga tenglaymiz. X minus 5 teng 0 bo'ladi. Ximiz 5 ga. Endi buni oraliqqa qo'yamiz. Oraliqqa bitta, ikkita bo'ladi. 2 va 5. Oraliqqa qo'ydik. Bu birinchi oraliq, bu ikkinchi oraliq, bunisi esa uchinchi oraliq. Endi birinchi oraliqda yozib olaman, ikkinchisi, uchinchisi. Buni men bir yo'la yechib ketmoqchiman. Ya'ni ishorasini aniqlab olishingiz kerak. Birinchi o'rinda ishora aniqlanadi. Ishorani aniqlashda, ya'ni 2 dan kichik bo'lgan sonlarni olasiz. Ya'ni bu yerda 0 bor, chunki misol uchun qilyapman. Misol uchun siz 1 qo'yib tekshirishingiz mumkin, -1 qo'yib tekshirishingiz mumkin. Menda eng oson chiqayotgani 0. Xo'p, 0 ni olib borib qo'yasiz berilgan interval nimaga, misolga. 0 da borsangiz, birinchi moduldan 0 dan 2 ni ayirsangiz -2. Birinchisi manfiy bo'lib chiqar ekan. Manfiy nima 2 yozyapman? Birinchi o'rak degan pastga yozyapman. Manfiy chiqadi. Ikkinchisiga borib qo'ysangiz 0 dan 0 dan 5 ta ayirsangiz -5. Bundan ham manfiy son chiqar ekan. Demak, ya'ni moduldan emas, manfiy qiymat chiqar ekan. Moduldan chiqarish uchun oldiga minus qo'yib chiqarish uchun. Endi keyingisi 2 va 5 ta orasidagi qiymatni topishingiz kerak. 2 va 5. 2 va 5 ta orasidagi sonlarni olishingiz kerak. Misol uchun 4 olsam, 4 dan 2 ni ayirsangiz 2 degan javob kelib chiqadi. Ikkinchi o'rakka bo'lsa, birinchisi musbat ochilar ekan, ikkinchisi esa 4 dan -5 ta ayirsangiz, 4 dan 5 ta ayirsangiz -1 chiqadi. -1 degani manfiy degani. Manfiy ochasiz ekan ikkinchi qavsda, ikkinchi modulda. Endi uchinchi o'rak. Uchinchi o'ragimizda 5 dan katta sonlar. Ya'ni 6 bo'lishi mumkin. 6, 7, 8 xohlaganingizga ko'rishingiz mumkin. Men o'zimga ma'qul yoqqan sonlarni ko'ryapman. Lekin shu oraliqda olishingiz kerak. Ya'ni 5 dan katta oraliq, 2 va 5 ta orasidagi oraliq, 2 dan kichkina bo'lgan oraliqlarni ko'rishingiz kerak. Endi demak 6 ni oldim. 6 dan 2 ni ayirsangiz 4, 6 dan 5 ta ayirsangiz 1. Demak, ikkalasi ham musbat. Uchinchi o'rakka musbat qilib ochiladi. Bu ishoralar nimaga kerak desangiz, hozir modullarni ochib chiqishimiz kerak. Endi birinchi ishimiz, ya'ni birinchi oraliqni ko'rishimiz kerak. Birinchi oralig'imizda ikkalasi ham manfiy ochilishi kerak. Yoniga manfiy qo'yib ochamiz modulni. -x minus 2 plus minus bo'lib ketadi, chunki orasi oldi minus bo'lib ochilar ekan bu oraliqda. Minus x minus 5. X minus 5. Bu 5 ga teng. Birinchi ishimiz shu ekan. Endi qavslar ochaveramiz. -x plus 2 minus x plus 5 teng 5 bo'ladi. -x minus 2 minus 2x bo'ladi. Bu 7. Bu tomonga o'tsa 5 lar qisqartirib yuborsak, bu tomonda -2 bo'ladi. Ximiz 1 ga teng bo'ladi. Endi bu birimiz, endi tekshirishingiz kerak. X teng birimiz 2 dan kichkina bo'lgan sonlarning qiymatini qabul qiladimi? X teng birimiz o'zi 1 mitda joylashgan. Bu 1 bor ekan. Demak, x teng 1 ni javobini olamiz. Endi x ikkinchi o'rakni ko'rishimiz kerak.
ikkinchi chorakimizda birinchi modulda musbat, ikkinchi modulda manfiy qilib ochishimiz kerak. Buni qanday ochardik? X minus 2 shunday ochilaveradi. Endi ikkinchisiga o'tsak, orasi musbat edi, minus bo'ladi-da. Minusu qavs ichida minus x minus 5 teng 5 degan javob bo'ladi. Buni yechib qo'yamiz. Mana musbat ochdim. Ikkinchisi bo'lsa manfiy bo'lgani uchun manfiyni oldiga minus qo'yib ochdim. Xo'p, x minus 2 minus x plus 5 teng 5. Xo'p, 5lar qisqarib ketadi. X bilan x ham qisqarib ketar ekan. Demak, bu 0x teng 2x tegishli r. Buni javobga olmaymiz, chunki xohlagan soningiz bo'laverar ekan. Xo'p, endi 3-chorakimizni ko'rishimiz kerak. 3-chorakimizda ikkalasi ham musbat edi. Esizdami? Ikkalasi ham musbat edi mana. Qizilga olib qo'ying shuni. Eng asosiy ishimiz shu. Mana shu qizilga olgan ishimizni ko'rib chiqyapmiz hozir. Qizilga olgan ishimizni ko'rib chiqyapmiz. Xo'p, musbat ochilar ekan. Demak, x minus 2 miz plus x minus 5. Teng bo'ladi 5 ga. Endi x minus 2, x minus, xo'p, x larni qo'shib yuboramiz. 2x teng bo'ladi minus 2 minus 5 minus 7 bu tomonga o'tsa 12 bo'lib o'tadi. X'imiz 6. 6 degan qiymat. Demak, bunimiz x6 miz 3-chorak, ya'ni 5 dan katta sonlarga to'g'ri kelish kerak. Bu 6 ni men tasdiqlab qo'ymadim ikkovi borib. Bu 6 men taxminan qo'yib ko'rdim. Misol 7 qo'yishim ham mumkin edi o'sha paytda. Hozir 6 ni qo'yuvdi, 6 chiqib qoldi degan xayol bo'lmasin. 6 shunchaki bo'ldi. Javobimizga ham to'g'ri kelib qoldi. 6 miz bor edi. Demak, 5 dan katta sonlar 6 ni qabul qiladi. Bu javob ham javobimizga kiradi. Demak, javobimiz nima bo'lar ekan? X teng 1, x teng 6. Javob x teng 1, x teng 6. Endi bitta nima ish qilganimizni ko'rib olamiz. Misolimiz modul ostida ikkita modul berilgan edi. X minus 2 plus x minus 5 da ikkalasi alohida modulda. Xo'p, ikkalasi ham alohida modulda berilgan edi. Sariq qilaylik. Ikkalasi ham alohida modul berilgan edi. Bu 5 ga teng. Biz bu yo'nalishdagi misollarda, ya'ni hozir yana 3 talik modulini ham ko'ramiz. Xuddi shu yo'ldan ko'riladi. Xuddi shu interval yo'lidan ko'rinadi. Men hozir 2 talik eng sodda usulini ko'rsatib berdim. U misol ham shu misol orqali chiqadi. Shu yo'l orqali chiqadi. Endi bu yo'limiz qanday yo'l ekan? Interval yo'li. Buni qanday yechilar ekan? Ikkalasini ham, ikkala modulda ham alohida 0 ga tenglaymiz. X minus 2 teng 0 bo'ldi. X teng 2. Birinchi qiymatimiz x minus 5 ni 0 ga tengladi. X teng 5 chiqdi. Endi 2 va 5 ni oraliq qo'yib yubordim. Interval oralig'iga qo'yib yubordim. Birinchi chorak x'imiz 2 dan kichkina sonlar orasi, ya'ni hammasini ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchi chorakda x dan kichkina sonlar, ya'ni 2 dan kichkina sonlar, ikkinchi chorakda 2 va 5 ta oralig'idagi sonlar, uchinchi chorakda esa 5 dan katta sonlarni oldim. Endi minuslar qayerdan kelib chiqdi? Xo'p, minuslar Xo'p, minuslarimiz qayerdan kelib chiqdi? Mana x'imiz 2 edi. Bu 2 dan kichkina sonni olishingiz kerak. Men o'zimga ma'qul qilib 0 ni oldim. 0 ni to'g'ri olib borib berilgan misolga qo'yamiz. 0 ni tekshirib ko'ramiz modullar orasiga. 0 ni qo'ysangiz x minus 2 moduliga qo'ysangiz 0 dan 2 ni ayirsangiz manfiy son. Demak, manfiy oldim birinchi chorakda birinchisiga. Ikkinchisiga x minus 2 miz x minus 5 imizga 0 qo'ydim. Bundan ham manfiy chiqadi, manfiy chiqar ekan. Endi ikkinchi choragimizni ham yana tekshiramiz. 2 va 5 ta orasidan olishingiz kerak sonni. Men 4 oldim, 4 yoqqani uchun. Misol siz 3 olishingiz ham mumkin.
Endi 4'ni olib borib qo'ydim. 4dan 2 ni ayirdim. Birinchisi musbat chiqdi. Ikkinchisi 4dan 5 ni ayirdim. Minus 1 chiqdi. Shuning uchun minus oldim. Ishorani olish tushunarli bo'lyapti. 5 dan endi 3-chorakni ko'rishimiz kerak. 5 dan katta sonlar olishimiz kerak. 5 dan katta sonlar menga 6 ko'rdik undan oldingizda. Misol 7 ko'rib ko'raylik. 6 ga teng bo'lib qolgani uchun o'shanga 7 ko'raylik. 7. 7 dan 2 ni ayirsangiz 5 chiqadi, musbat son. 7 dan 5 ni ayirsangiz 2 chiqadi, bu ham musbat son. Demak, 3-chorak ham musbat. Endi shu manfiy degan nimalarni, modullarni ochish orqali yechib chiqdik. Bu yog'i sizga tushunarli bo'lgan. Javobimiz nima bo'ldi? X teng 1 va x teng 6 degan javob bo'ldi. Shu misolimizning yechimi.